Yusel bilan orzular sari 2014-yilning 1-dekabridan 2015-yilning 22-fevraliga qadar kompaniyaning millionlab faol abonentlari o'rtasida o'tkazilgan mazkur aksiya har hafta o'z mijozlariga ko'plab qimmatbaho sovg'alarni ulashdi. Aksiya shartlari yanada oson, yutuqlar esa yanada ko'proq bo'lgani bois, unda qatnashish istagidagilar soni yanada oshdi. Bir so'z bilan aytganda, o'z omadiga, baxtiga ishongan millionlab abonentlar aksiyani katta qiziqish va hayajon bilan kuzatib bordi. ...2015-yilning 9-mart kuni Toshkent shahrida aksiya sovrindorlarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, Yusel bilan orzular sari aksiyasining taqdirlash marosimida siz bilan ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на церемонии награждения победителей акции «Мечтай с Yusel». Как вы знаете, в течение 3 месяцев Yusel проводил акцию, в которой приняло участие 6 миллионов 34 тысячи 397 уникальных номеров абонентов со всех регионов Узбекистана. Были разыграны 84 приза бытовой техники и электроники, а также 11 денежных сертификатов на 50 миллионов сумм. Ну и, конечно, главный суперприз. Вот он, роскошный автомобиль Kia Sportage. Ну и сегодня мы с удовольствием вручим призы победителям всем 12 розыгрышей, прошедших в прямом эфире на телеканале Yoshlar. Bugun bu yerga yig'ilishimizning sabab Yusel bilan orzular sari aksiyasining 12 ta o'yinning sovrindorlariga sovg'a va sertifikatlarni topshirish. Да, дорогие друзья, компания Yusel любит делать подарки. В этом можно было не раз убедиться, судя по тому, какие масштабные проекты создает для вас, дорогие абоненты, компания Yusel. Shundan so'ng Yusel kompaniyasining bosh direktori Tonu Grünberg so'zga chiqib, aksiyada g'olib bo'lgan barcha qatnashchilarni samimiy qutladi. Abonentlarimizning turli xil aksiyalarimizda ishtirok etayotgani quvonarli hol albatta. Bu bizni yangi g'oyalar va xizmatlarni taklif etishimizda, yangiliklar qilishimizda, qiziqarli loyihalarni tashkil etishimizda alohida ahamiyatga ega. Biz o'zbekistonlik abonentlarni nafaqat aloqa va internet bilan ta'minlaymiz, balki ularning har bir kuniga bayram kayfiyatini olib kirishni istaymiz. Yusel bilan orzular sari aksiyasida respublika bo'yicha 6 milliondan ortiq abonent ishtirok etdi. Bu bizga bildirilgan ishonchdan darak. Albatta biz buni yuqori baholaymiz. 3 oy davomida biz bilan orzu qilgan barcha ishtirokchi va g'oliblarni tabriklaymiz. Tilagimiz har bir kuningiz baxtli lahzalarga to'la bo'lsin. Biz hayotingizdagi ana shu baxtli onlaringizning bir qismi ekanligimizdan juda ham xursandmiz. Tadbir davomida Yusel bilan orzular sari aksiyasida ko'plab sovg'alarga ega bo'lgan sovrindorlar sahnaga taklif etildi. Hamda ularga aqlli soat, planshet, smartfon, kir yuvish mashinasi, televizor, muzlatgich kabi qimmatbaho sovg'alar tantanali ravishda topshirildi. Men Navoiy viloyati Xatirsh tumanidan Mahmudov Qiyot Yusel bilan orzular sari aksiyasining 10-sonida muzlatgich sohibi bo'ldim. Hayajonim juda katta. Yuseldan telefon qilishganda to'g'risini aytsam ishonmagandim. Keyin kompaniyaga kelib, hammasi to'g'riligiga ishonchim komil bo'ldi. Har doim Yusel bilan qoling. Men Toshkent shahridaman, Mahkamova Yulduz. Orzular sari aksiyasida aqlli soat yutug'iga ega bo'ldim. Bu aksiyada qatnashdan juda mamnun bo'ldim. Shuningdek, taqdirlash marosimida Yusel bilan orzular sari aksiyasining 50 million so'm pul yutuq g'oliblari ham maxsus sertifikat bilan taqdirlanishdi. 50 million so'mni yutib olganingizga 3 hafta bo'ldi. 3 hafta davomida qanday holatlar boshingizga kechdi? Qancha tabriklar bo'ldi? Qancha savollar bo'ldi? Qancha hayajonlar bo'ldi? Gapirib bersangiz. Ko'plab savollar bo'ldi. Haqiqatan yutdizmida men yutdim. Men oldim pulni. Yuselga rahmat. Qanday niyat qilyapsiz? Bu mablag'ni qayerga sarflaysiz? Biznes rejam bor, yangi biznes boshlash uchun sarflayman. Sovg'ani yutganimga 2 hafta bo'ldi. Mana shu 2 hafta ichida tanish bilish hamkasblarim orasida savollar juda ko'p bo'ldi.
hammasi mana shu o'yinda haqiqatan yutgan yutmaganligim haqida so'raydi. Mana hozir barchasi savol berganlar, savol bermoqchi bo'lganlar Telegram orqali sizni tomosha qilib turishdi. Marhamat, ularga javob berish imkoni bor sizda. Albatta shu Telegram atrofida meni ko'rib turgan tanish bilishlarimga bunga ishoning. Bu haqiqat ekan, orzularingiz amalga oshadi deb qolaman. Nodiraxon Xolmatova, biz sizni yana bir marta tabriklaymiz. Rahmat. Mana oradan shuncha kun o'tdi, qanday bo'lyapti? Hayajonlar, tabriklar, yaqinlarni intilishlari, savol-javoblar. Hayajon juda kuchli. Tabriklar ham ko'p. Mana shu Ucell kompaniyasiga a'zo bo'lib, shu 50 million yutuqqa ega bo'ldim. Xudo xolasa buni yaxshi kunlarga, to'ylarga ishlataman. Shu Ucell kompaniyasiga minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, aksiyada faol qatnashgan minglab abonentlarga 50 ming so'm hamda 1 gigabayt internet trafik ko'rinishidagi maxsus bonuslar belgilandi. Va nihoyat uzoq kutilgan lahzalar yetib keldi. Ucell bilan Orzular sari aksiyasining bosh sovrini super yutuq avtomobil sohibining ismi e'lon qilindi. Pirmatov Alanazar Abdulxalilovich. Olqishlab qo'yamiz avtomobil sohibi Pirmatov Alanazar Abdulxalilovich. Eng kuchli qamsanglar, olqishlar kechamizni bosh yutug'i sovrindoriga. Mana ular, mana. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. 3 oy davomida sovg'a nima ekan, qanaqa sovg'a ekan deb muxlislar, aksiya qatnashchilari kutishganida bu avtomobil va bu mana shu ajoyib, demak insonga nasib qildi. Tabriklaymiz. Yaxshi kunlarda, demak mana shu avtomobil sizning xizmatingizda bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsin. Men Pirmatov Alanazar, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining Tarag'iy qishlog'ida turaman. Mana shu har payshanbada bo'ladigan Yoshlar telekanalida olib borilayotgan Ucell kompaniyasi bo'ladigan o'yinni batafsil ko'rib boramiz oilaviy bo'lib. Ayniqsa mana shu super yutuq bo'lgan payti o'zimizning bizga tegishli bo'lgan raqamimiz chiqqan payti bolalar qarsak chalib hayajonlanib o'rnidan turib ketishdi. Mana shu hayajonlanishni o'zim ham o'rnidan turib ketgan o'zim ham bilmay qolibman. Mana shu sizlar ham orzu qilingizlar. Mana shu albatta bu yutuq bor ekan, ishonsa bo'lar ekan kompaniyaga. Aytingchi, mana o'sha raqamingiz ko'rindi. Demak, avvaliga qanaqadir bir xursandchilik bo'ldi. Ikkilanishlar ham bo'ldimi? Ikkilanishlar ham bo'ldi, lekin baribir ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Qo'ng'iroqlardan nima qilganimizdan keyin kompaniyaning o'zidan ham bizga telefonda aytgandan keyin biz keyin ishondik. Ko'pchilikni qiziqtirgan savol bermoqchiman. Sizni o'zingizni haydovchilik guvohnomangiz bormi? Meni o'zimda guvohnoma yo'q. Mana shu avtomobilni yutgandan keyin endi qiziqish uyg'ondi. Haydovchilik guvohnomasini olib, nabiralarni aylantirib yurishga orzu qildim. Наряду с предоставлением доступом в интернет, качественной связью, для компании Ucell также важно приносить в каждую семью праздник. У каждого из нас есть какая-то мечта. Она либо связана с семьей, с детством, с частной жизнью, либо с работой, с бизнесом. И очень приятно, что в таких акциях, как «Мечтай с Ucell», эти мечты могут сбыться. Наша акция длилась более 3 месяцев. В ней могли участвовать клиенты Ucell со всего Узбекистана, 12 регионов. И мы и дальше будем предлагать акции, в котором все будет прозрачно и мечты с нами будут сбиваться. Eslatib o'tamiz. O'zbekistondagi yirik aloqa operatorlaridan biri hisoblangan Ucell kompaniyasi tomonidan Ucell bilan Orzular sari aksiyasida 6 million 34 ming 397 nafar abonent qatnashdi. Ular orasidan faqatgina 96 nafar ishtirokchigina omadlilar qatoridan joy oldi. Ma'lumot o'rinda shuni aytish kerakki, aksiya mobaynida O'zbekiston bo'ylab 84 nafar qatnashchiga turli xildagi elektronika va maishiy texnikalar nasib qildi. Shuningdek, 11 ta 50 million so'mlik sertifikatlar ham o'z egasini topdi va albatta bir nafar abonent avtomobilga ega bo'ldi. Ucell kompaniyasi kelgusida ham abonentlar uchun qiziqarli va manzur bo'ladigan yangi loyiha va aksiyalarni taklif qilishda davom etadi.